Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov yoki ustama qachon 4 ming so'mgacha oshadi? Bu pul hammaga beriladimi? Kimlar kutishi kerak? Kimlar esa hozirning o'zida hujjatlarni tekshirtirib qo'yishi kerak? Bu mavzu oddiygina pensiya oshadimi yoki yo'qmi degan savol emas. Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, qarindoshimiz yoki qo'shnimiz pensioner. Men bugun sizga masalani huquqiy va amaliy tomondan sudda qilib tushuntiraman. 4 ming so'm degan raqam qayerdan chiqyapti? Kimlar bu pulni olishi mumkin? Qaysi holatda to'lov avtomatik hisoblanadi? Qaysi holatda esa ariza berish talab qilinadi? Qanday xatolar sabab odamlar o'ziga tegishli pulni ola olmay qoladi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi hujjatlar, istisnolar va amaliy qadamlar qismida bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensionerga to'lanadigan pul bir nechta qismdan iborat bo'lishi mumkin. Birinchisi asosiy pensiya. Bu odamning ish staji, ish haqi, sug'urta badallari va qonunchilikdagi hisob-kitob tartibiga qarab belgilanadi. Ikkinchisi ayrim toifadagi pensionerlarga beriladigan ustamalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar. Uchinchi qismi esa ijtimoiy yordam yoki mahalla orqali tayinlanadigan moddiy yordam bo'lishi mumkin. Ko'pchilik mana shu uch narsani aralashtirib yuboradi. 75 yoshdan oshganlarga 4 ming so'm berilar ekan degan gapni eshitadi-da. Demak, mening onam 76 yoshda. Ertadan boshlab pensiyasiga 4 ming qo'shiladi deb o'ylaydi. Ammo amaliyotda bunday bo'lmasligi mumkin. Chunki har bir to'lovning o'z sharti bor. Yosh sharti, yolg'izlik sharti, nogironlik sharti, parvarishga muhtojlik sharti, ro'yxatga olingan manzil sharti, pensiya turish sharti va boshqa mezonlar bo'ladi. Oldingi tartiblarda ko'p holatda pensionerlar o'zlariga tegishli imtiyoz yoki qo'shimcha to'lovni bilmas edi. Masalan, odam 75 yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda, o'zi esa doimiy dori ichadi. Lekin u mahallaga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilmagani uchun ayrim yordam turlari bo'yicha ro'yxatga tushmay qolgan yoki aksincha pensiya bo'limida ma'lumot bor, lekin fuqaroning pasport ma'lumotlari, yashash manzili, oilaviy holati yoki nogironlik hujjati yangilanmagan bo'ladi. Natijada pul avtomatik tushmaydi. Hozirgi o'zgarishlar shundan iboratki, davlat tizimlari tobora raqamlashtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, mahalla tizimi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, FADEO kadastr, bandlik va boshqa bazalar o'zaro ma'lumot almashishga o'tmoqda. Bu yaxshi tomoni, odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmasligi kerak. Lekin amalda bitta muammo bor. Bazadagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, tizim sizni mos toifaga kiritmaydi. Shuning uchun 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun 4 ming so'mgacha bo'lgan to'lov masalasida eng katta savol: men bu toifaga kiramanmi va ma'lumotlarim to'g'rimi? Endi asosiy savolga kelamiz. Summa qachon 4 ming so'mgacha oshadi? Buni tushunish uchun to'lovning qaysi turga qaralayotganini aniqlash kerak. Agar gap 75 yoshdan oshgan ayrim pensionerlarga beriladigan qo'shimcha ijtimoiy to'lov, ustama yoki kompensatsiya haqida ketayotgan bo'lsa, uning miqdori odatda qonun hujjatlari, prezident farmoni, hukumat qarori yoki bazaviy miqdorlar o'zgarishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu masala falon kuni hammaning kartasiga 4 ming tushadi degan oddiy jarayon emas. Odatda miqdorlar quyidagicha oshadi. Davlat tomonidan pensiya va nafaqalarni oshirish bo'yicha farmon qabul qilinadi. Unda qaysi sanadan boshlab oshishi ko'rsatiladi. Pensiya jamg'armasi qayta hisob-kitob qiladi. Bank plastik kartalari yoki naqd pul orqali to'lov amalga oshiriladi. Agar to'lov alohida ijtimoiy yordam bo'lsa, mahalla yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali ro'yxat yangilanadi. 4 ming so'm degan raqam gacha deb aytilayotgan bo'lsa, bu ham muhim. 4 ming so'mgacha degani hamma 4 ming oladi degani emas. Bu maksimal miqdor bo'lishi mumkin. Kimdir 200 ming, kimdir 300 ming, kimdir davlat 1 mingga yaqin olishi mumkin. Miqdor odamning toifasiga, mavjud imtiyoziga, pensiya turiga, boshqa yordam olayotgan, olmayotganiga va qonunchilikdagi belgilangan koeffitsiyentga bog'liq bo'ladi. Masalan, bir pensioner oddiy yoshga doir pensiya oladi va oilasi bilan yashaydi. U 76 yoshda bo'lsa ham yolg'iz emas. Parvarishga muhtoj deb tan olinmagan nogironlik guruhi yo'q. Bu odam uchun 71 yoshdan
oshganlikning o'zi har doim alohida dardini yaqin ming so'm qo'shimcha olishga yetarli asos bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi, pensioner 70dagi yoshda yolg'iz yashaydi. Farzandlari yo'q yoki ular huquqiy jihatdan parvarish qila olmaydi. Tibbiy xulosa bor, mahalla uni ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olgan. Mana shunday holatda u turli qo'shimcha yordamlar bo'yicha mos toifaga kirishi ehtimoli yuqori. Birinchi navbatda 75 yoshga to'lgan va undan katta bo'lgan barcha pensionerlar o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'yishi kerak. Ayniqsa 75 taqadan 55 yoshdan oshganlar orasida hujjatlarda xatolik ko'p uchraydi. Tug'ilgan sana eski pasportda boshqacha, yangi ID kartida boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Yashash manzili bir joyda, amalda boshqa joyda yashash mumkin. Pensiya kartasi bir bankda, lekin pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin. Bularning barchasi to'lovda uzilish yoki qayta hisoblash kechikishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi toifa yolg'iz yashovchi pensionerlar. Yolg'iz deganda faqat uyda bir o'zi yashashi emas, huquqiy jihatdan qarovchisi yo'qligi yoki doimiy parvarishga muhtojligi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, buning 2 nafar farzandi bor, lekin biri Rossiyada yashaydi, ikkinchisi boshqa viloyatda. Buning uyida hech kim ro'yxatda turmaydi, lekin hujjatda farzandlari borligi ko'rinadi. Bu holatda yolg'iz maqomini olish oson bo'lmasligi mumkin. Chunki ijtimoiy xizmatlar avvalo qarindoshlar, ularning yordam berish imkoniyati va pensionerning real ahvolini o'rganadi. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar 75 yoshdan oshgan odamda nogironlik guruhi bo'lsa, unga alohida pensiya yoki ustama dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, ijtimoiy xizmatlar bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Lekin nogironlik muddati o'tib ketgan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilanmagan bo'lsa yoki guruh qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lovlar to'xtab qolishi yoki qo'shimcha yordam belgilanmasligi mumkin. 4-toifa pensiyasi juda kam bo'lganlar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'ladi. Bunday odamlarda ijtimoiy yordamga ehtiyoj yuqori bo'ladi. Lekin yana bir nozik jihat bor. Faqat pensiya kamligi har doim avtomatik qo'shimcha to'lov beradi degani emas. Oilaning umumiy daromadi, yashash sharoiti, mulki, qarovchisi bor yo'qligi ham o'rganilishi mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 26 yoshli otaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U turmush o'rtog'i bilan yashaydi. 2 farzandi bor. Farzandlari yaqin joyda ishlaydi. Otaxon 75 yoshdan oshdim. 7.000 so'm qo'shilarkan deb bankka boradi. Bank xodimi biz faqat tushgan pulni beramiz, hisob kitobni pensiya jamg'armasi qiladi deydi. Otaxon pensiya bo'limiga borsa, unga bu to'lov hamma 75 yoshdan oshganlarga avtomatik berilmasligi, agar alohida toifa bo'yicha asos bo'lmasa, faqat umumiy pensiya oshirilganda pensiyasi qayta hisoblanishi aytiladi. Bu yerda odamning xatosi bankdan pensiya huquqini so'rashi. Bank qonun belgilamaydi, bank faqat pul o'tkazmasini bajaradi. Ikkinchi misol. Namangan viloyatida 79 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 920.000 so'm. O'g'li vafot etgan, qizi boshqa davlatda, doimiy yordam bera olmaydi. Onaxonning yurish-turishi qiyin, shifokor nazoratida. Mahalla raisi va ijtimoiy xodim kelib, uning sharoitini o'rganadi. Agar u ijtimoiy himoyaga muhtoj deb tan olinsa, parvarish, moddiy yordam yoki alohida kompensatsiya olish imkoniyati paydo bo'ladi. Agar kelajakda aynan shu toifadagi to'lov miqdori 40.000 so'mgacha oshirilsa, onaxon shunday ro'yxatda turgani uchun birinchilardan bo'lib qayta hisob kitobga tushadi. Demak, asosiy masala men 79 yoshdaman degan gapning o'zi emas, balki to'g'ri ro'yxatga olinganlik. Uchinchi misol. Samarqandda Qadamazin 2 yoshli pensioner bor. U ilgari nogironlik bo'yicha ham qo'shimcha to'lov olgan, lekin qayta tibbiy ko'rikka bormagan. Hujjat muddati tugagan, u nega menga ustama tushmayapti deb shikoyat qiladi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, tizimda nogironlik holati faol emas. Bu vaziyatda ayb ko'pincha pensiya bo'limida emas, hujjatning yangilanmaganda bo'ladi. Shuning uchun 75 yoshdan oshgan pensionerlar orasida sog'lig'i og'ir bo'lganlar tibbiy hujjatlarini albatta tartibga keltirish kerak. 4-misol. Qashqadaryoda 77 yoshli bu nevarasi bilan yashaydi. Nevarasi ishlamaydi. Buning pensiyasi butun oilaga ketadi. Buning fikricha u yolg'iz, chunki farzandlari yo'q, lekin uyda nevarasi ro'yxatda turadi. Ijtimoiy xizmatlar buni o'rganadi. Nevaraning yoshi, ishlash imkoniyati, daromadi, buyiga qarashi, oila xarajatlari. Natijada bu to'lib yolg'iz deb tan olinmasligi mumkin.
Ammo kam ta'minlangan oila sifatida boshqa yordamga tavsiya qilinishi mumkin. Bu yerda nozik farq bor. Bir to'lovga mos kelmasa, boshqa yordam turiga mos kelishi mumkin. Agar pensionerning asosiy pensiyasi muntazam tushayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, yashash manzili o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki ijtimoiy yordam hujjatlarida muammo bo'lmasa, u holda umumiy oshirishlar bo'yicha odatda alohida yugurish shart bo'lmaydi. Pensiya miqdori oshirilsa, pensiya jamg'armasi tizimida avtomatik qayta hisoblanadi. Lekin xotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men har doim tavsiya qilaman, 75 yoshdan oshgan insonning farzandlari yoki yaqinlari kamida yilda bir marta pensiya ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ysin. Chunki keksalar ko'pincha mayli bolam shu ham yetadi deb yuraveradi. Aslida esa ularga qonun bo'yicha qo'shimcha imtiyoz tegishli bo'lishi mumkin. Birinchi tuzoq mish-mishlarga ishonish. Telegram guruhlarda qo'shnilar orasida bozorda 75 yoshdan oshganlarga tirit etib ming berilyapti. Faqat bugun ariza topshirish kerak degan gaplar chiqadi. Odamlar shoshilib kimlargadir pasport nusxasini, karta raqamini, SMS kodini berib yuboradi. Bu juda xavfli. Hech qachon SMS kodini hech kimga bermang, pensiya jamg'armasi. Bank yoki mahalla xodimi sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Ikkinchi tuzoq hamma oladi degan noto'g'ri tushuncha. Qonunchilikda 75 yoshdan oshgan pensionerlar degan ibora ishlatilsa ham, uning yonida qo'shimcha shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz, o'zgalar parvarishiga muhtoj, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, ijtimoiy reyestrga kiritilgan kabi so'zlar bo'lsa, demak doira torayadi. Shuning uchun har doim hujjatning to'liq matniga qarash kerak. Uchinchi jihat gacha so'zi. Men buni yana bir bor ta'kidlayman. Dirtiz 1000 so'mgacha oshadi degani, maksimal chegarasi 1000 bo'lishi mumkin degani. Masalan, ayrim to'lovlar bazaviy hisoblash miqdorining ma'lum foizi bilan belgilanadi. Agar bazaviy miqdor oshsa, to'lov ham oshadi. Lekin u 1000 ga yetish uchun belgilangan foiz va bazaviy miqdor mos kelishi kerak. Shuning uchun odam o'z to'lov turini bilmasdan turib, aniq 1000 kutsa, keyin hafsalasi pir bo'ladi. To'rtinchi jihat ortga qayta hisoblash. Ba'zan odam to'lovga huquqi borligini kech biladi. Men 75 yoshga 2 yil oldin to'lganman, endi ariza bersam 2 yillik pulni birdaniga beradimi? degan savol ko'p uchraydi. Bu to'lov turiga bog'liq. Ayrim hollarda huquq paydo bo'lgan sanadan qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim hollarda ariza berilgan oydan yoki keyingi oydan boshlab tayinlanadi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Bugun tekshirtirsangiz, ertangi yo'qotishning oldini olasiz. 5-jihat boshqa to'lovlarga ta'siri. Ayrim yordamlar bir-birini takrorlamasligi mumkin. Masalan, bir inson bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy yordam turiga da'vo qilsa, tizim ulardan bittasini tanlashi yoki umumiy daromad sifatida hisobga olishi mumkin. Bu menga yordam bermadi degani emas, balki qonunda 2 marta bir xil asosda to'lov berilmasligi belgilangan bo'lishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, birinchi qadam uning shaxsiy ma'lumotlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSH raqami, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi va pensiya turi to'g'ri ekanini aniqlang. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, ro'yxat masalasini tartibga soling. Chunki pensiya va ijtimoiy yordam ko'pincha doimiy yashash manzili bo'yicha yuritiladi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. U yerda 75 yoshdan oshgan pensioner sifatida menga yoki mening ota-onamga qanday qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar tegishli bo'lishi mumkin. Pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlar to'g'rimi deb so'rang. Murojaat og'zaki bo'lishi mumkin. Lekin men yozma ariza berishni afzal ko'raman. Chunki yozma arizaga yozma javob bo'ladi. Javobda sizga aniq asos ko'rsatiladi. Tegishli yoki tegishli emas, nima yetishmayapti, qaysi hujjat kerak. 3-qadam, mahalladagi ijtimoiy xodim yoki inson ijtimoiy xizmatlar markazi bilan bog'laning. Ayniqsa pensioner yolg'iz yashasa, sog'lig'i og'ir bo'lsa, o'zi ovqat pishirish, dori olish, shifoxonaga borishda qiynalsa, buni yashirmang. Ko'p keksalar men birovga yuk bo'lmayman deb yordam so'ramaydi. Lekin ijtimoiy yordam sadaqa emas. Bu qonun bilan belgilangan himoya mexanizmi. 4-qadam, tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Agar pensioner doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, oilaviy shifokor, poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan maslahatlashing. Tashxislar, epikrizlar, dori ro'yxati, nogironlik bo'yicha hujjatlar,
ko'rik xulosalar tartibda bo'lishi kerak. Hamma biladi, bu kasal degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Tizim hujjat bilan ishlaydi. 5-qadam oilaviy holatni aniqlang. Agar pensioner yolg'iz yashasa, FHDYO ma'lumotlari, turmush o'rtog'i vafot etganligi haqidagi guvohnoma, farzandlari haqida ma'lumot. Uyda kimlar ro'yxatda turgani kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar uyda boshqa odam ro'yxatda tursa, lekin amalda yashamasa, bu masalani ham qonuniy tartibga keltirish kerak. Chunki tizim ro'yxatga qarab xulosa qilishi mumkin. 6-qadam bank kartasini tekshiring. Pensiya tushadigan karta faolmi? Muddati tugamaganmi? PIN kod xavfsizmi? Pensioner kartasini kim ishlatyapti? Ba'zan keksaning pensiyasi kartaga tushadi. Lekin kartani boshqa qarindosh ishlatadi. Keyin pensioner o'z pulini to'liq ola olmaydi. Agar pensioner kartadan foydalana olmasa, ishonchli vakil masalasini notarial tartibda rasmiylashtirish kerak. Lekin bu ish halol va shaffof bo'lishi shart. 7-qadam murojaatingizni nazorat qiling. Ariza topshirdingizmi? Nusxasini oling. Qabul qilingan sana kirim raqami bo'lsin. Javob kelmasa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish mumkin. Telefon orqali aytilgan gapni dalil qilish qiyin. Yozma javob esa keyingi bosqichda sizni himoya qiladi. Ariza matni murakkab bo'lishi shart emas. Masalan, shunday yozish mumkin. Men falonchi 75 yoshdan oshgan pensionerman. Menga amaldagi qonunchilikka muvofiq yoshim, ijtimoiy holatim, pensiya turim, sog'lig'im va yashash sharoitimdan kelib chiqib qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordam turlari tegishli emasligini tekshirib berishingizni so'rayman. Pensiya ishim bo'yicha qayta hisob-kitob zarur bo'lsa, qonuniy tartibda amalga oshirib berishingizni so'rayman. Shundan keyin telefon raqami, manzil, sana va imzo qo'yiladi. Agar farzandi yoki qarindoshi murojaat qilsa, unda vakolat masalasi bo'ladi. Oddiy maslahat olish uchun qarindosh bo'lishi mumkin. Lekin shaxsiy pensiya ma'lumotlarini olish yoki ariza berish uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib qaysi hujjat kerakligini so'rab oling. Asosiy hujjatlar odatda quyidagilar. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjati, tibbiy xulosalar. Turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, o'lim haqidagi guvohnoma, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar, zarur bo'lsa ishonchnoma. Lekin bir narsani esda tuting. Davlat organi o'zi elektron bazadan olishi mumkin bo'lgan hujjatni sizdan qayta talab qilmasligi kerak. Amalda ba'zan so'rashadi, chunki baza ishlamay qoladi yoki ma'lumot chiqmaydi. Bunday vaziyatda tortishib vaqt yo'qotishdan ko'ra imkon bo'lsa nusxalarni olib borish foydali. Ammo sizdan noqonuniy to'lov, tezlashtirib berish uchun pul, vositachi haqi so'ralsa, bunga rozi bo'lmang. Agar siz qachon 4 ming so'm bo'ladi deb so'rasangiz, mening ekspert sifatidagi javobim shunday. Bu to'lovning aniq turiga va rasmiy qaror kuchga kiradigan sanaga bog'liq. Umumiy pensiya oshirilsa, u farmonda ko'rsatilgan sanadan boshlab qayta hisoblanadi. Agar alohida ijtimoiy to'lov 4 ming so'mgacha oshirilsa, u ham tegishli qaror kuchga kirgan kundan va sizning shu toifaga kirishingiz tasdiqlangandan keyin to'lanadi. Shuning uchun hozirdanoq pensionerning hujjatlari, ijtimoiy maqomi va ma'lumotlarni tartibga keltirish eng to'g'ri yo'l, eng katta xato uyda o'tirib qachon tusharkin deb kutish. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasidan, mahalladagi ijtimoiy xodimdan yoki inson markazidan rasmiy ma'lumot olish. Agar huquqingiz bor bo'lsa, talab qiling. Agar huquqingiz yo'q deyilsa, yozma asos so'rang. Agar hujjat yetishmasa to'ldiring. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, tuzattiring. Bugun biz 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun 4 ming so'mgacha bo'lgan to'lov masalasini oddiy tilda ko'rib chiqdik. Asosiy fikr shuki, bu pul hamma pensionerga avtomatik tushadi deb o'ylash noto'g'ri. Yosh muhim, lekin to'lov turi, ijtimoiy holat, sog'liq, yolg'izlik, hujjatlar va rasmiy qaror ham muhim. Kim hujjatini vaqtida tekshirtirsa, o'z haqqini tezroq oladi. Kim mish-mishga ishonsa yoki kutib yuraversa, puldan ham, vaqtdan ham yutqazishi mumkin. Agar sizning oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarini tekshiring, pensiya bo'limiga yoki ijtimoiy xizmatlarga murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda bu masala bo'yicha qanday ma'lumot berishyapti? Kimdir 4 ming so'mga yaqin qo'shimcha to'lov olgan yoki olib kutyaptimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring.
bitta ulashilgan video bir pensionerning o'z haqqini olishiga sabab bo'lishi mumkin.